To'g'ri burchali burchakka ichkisiga aylananing urish nuqtasi gipotenzani 5 va 12 sm uzunlikdagi kesmalarga bo'ladi. Uchburchakni katetlarini toping. Aytaylik, ichkisiga aylana markazi O nuqta shu yerda joylashgan bo'lsin. Ichkisiga aylana markazidan aylanani BS katetga urish nuqtasiga radius tushiradigan bo'lsak, bu perpendikulyar bo'ladi. Sababi urish nuqtasiga tushgani uchun. Xuddi shu kabi AC katetga ham radius tushiramiz va bu perpendikulyarga teng. Endi bizda 3 ta burchagimiz 90 gradus bo'lsa, bu burchagimiz o'z-o'zidan 90 ga kelib chiqadi. Natijada shaklimiz to'g'ri to'rtburchak va ikkita yon tomoni teng bo'lgani uchun kvadratga teng. Bizda bir nuqtadan chiqqan urinmalar o'zaro teng bo'lgani uchun AN kesmamiz 5 sm ga teng bo'lsa, AL kesmamiz ham 5 sm ga teng. Sababi bu A nuqtadan chiqqan urinmalar bo'lgani uchun. Xuddi shu kabi BN kesmamiz 12 sm ga teng bo'lsa, BM kesmamiz ham 12 sm ga teng bo'ladi. ABC uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun Pifagor teoremasiga ko'ra katetlari kvadratlari yig'indisi gipotenzani kvadratiga teng. ABni kvadratiga teng. AC katetimiz bizda radius plus 5 ga teng, uni kvadratiga. BC katetimiz esa radius plus 12 ga teng. Gipotenzamiz uzunligi 17 ga teng. Qavs ochib soddalashtirgan bo'lsak, demak, ikkita radius kvadrat plus bunisida 10 ta radius, bunisida 24 ta. Demak, 34 ta radius plus 144, 25, 169 minusdan 17 ning kvadrati 289. Buni ayiradigan bo'lsak, minusdan 120, 2 ga bo'lib o'radigan bo'lsak, radius kvadrat 17 ta radius minusdan 60 teng 0. Ko'paytirishga ajratsak, radius plus 20, radius minus 3. Endi bizda radiusimiz kesma uzunligi musbat son bo'lgani uchun radius teng radiusni 3 ga tengligi kelib chiqdi. Javob bizda AC katetimiz radius plus 5 ga teng edi, ya'ni 8 ga teng. BC katetimiz radius plus 12, 15 ga teng.